Jumla bilan aylangan chiqqanmiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana shu biz yashayotgan joylar Ufada. Havo chotki, osmonni ko'kligini qaranglar. Hozir men endi ozeraning bu yerga ketamiz. Mana bu domla mana hali topshirilgan yo'q mana. Endi bitib topshiriladi yaqinda. Mana endi ozera mana. Suv ancha ko'paygan. 2-3 kun yomg'ir yoqqanga. Mana shu polni nabережный, shu boshdan boshlab mahnasiga qurib ketyapti. Oxirigacha nabережный ketaveradi. Maytlarga trotuarlar qiladi. Ozg'in kecha qilib kelgan, danshimlar qilib ketyapti. Bu tarafda harfda yangi dom chiqqandan keyin bu tarafga trotuarlarni qilib ketyapti nabережныйdan. Buni qaranglar. Tabiat yam-yashil. Toza hamma joylar, buni qaranglar. Anaqa musorni yashillarni ham qilib qo'yibdi mana. Chunki paka yangi domla anu ketyapti. Nima deydi? Ko'p musor chiqadi. Hamma qurilish qilyapti. Shuni hisobiga mashinalarni olib qo'ygan. Upravlash kompaniyalar kelib qaytarib olib ketadi. Mayka hozir mana anuni ozeraning u tarafida anaqangi dachniy uchastik masalan, shu uy qilib olgan odamlar qayiqlarni qo'yib qo'ygan, ko'rsataman. Qayiqlarni olib chiqmashda suzib yuradi, ribachit qilib. Turpoq qaranglar. Rossiya unumdorlik qora tuproqlari deydi-ku. Mana bu tarafga borsam mana yo'lcha ketgan. O'rmonga borish mumkin.